Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ziyoratimiz hammamizga muborak, xayrli bo'lsin. Shunchalik Allohga hamd sanolar bo'lsinki, bizda yaxshi kutib oldi, yaxshi xizmatlar bo'ldi. 50 boshlarimiz, xizmatchilarimiz nihoyatda a'lo daraja xizmatlar bo'ldi. 14 kunlik 12 kunlik shu umra sayohatida Centrum Holding kompaniyasi tomonidan bizga Madina-i Munavvaraga aziz payg'ambarimiz ravzalarini ziyorat qilish nasib etdi. Ollariga borib salomladik, yetkazdik hammamiz. Bu yerga shahidlar qabristoniga, ko'p Uhud tog'lariga, ko'p joylarga ziyoratga olib bordilar. Bormagan joyimiz qolmadi. Mana Makkaga kelib, Makkaga kelib Alloh uyini tafob qilib, umralar qildik. Yana payg'ambarimiz ravzalarini ziyorat qilib, Makkaga kelib umralar qilib, ko'p aziz joylarga bordik. Muzdalifa, Mino, ana haj qiladigan joy, Arafat tog'lariga, qurbonlik qiladigan joylar, ko'rmagan joyimiz qolmadi. Nihoyatda ta'sirotlar ko'p. Nihoyatda sayohatimiz bu, ziyoratimiz, umra amallarimiz Alloh ilohiy rozi bo'lsin. Allohdan biza rozi, bergan ne'matlardan rozimiz. Barchamizdan Alloh rozi bo'lsin. Nihoyatda chiroyli o'tdi.